Siz bitta qalban o'rganmagunizcha uni tilda o'rganolmaysiz. Xo'jayinim uncha anaqa qilmadi, o'zlari ham qo'llab-quvvatladi. Chunki men instruktorga o'qishga kirishimga ruxsat bergan edi. Shuning uchun birgalashib oilaviy harakat qildik. Vaqtli turib dars qilaman ba'zida. Ba'zida bolalarning imtihon vaqtlari onamnikiga olib borib tashlab kelib, keyin imtihonlarga qatnashaman. 3 bola bilan turk tilini o'rganish qiyin bo'lmayaptimi? Yo, boshida qiyin bo'ldi, lekin hozir yaxshi. Уже ko'nikib ketdim. Bular bilan dars qilish ham mazza. Shuni bildim. Uyda o'tirib ham onlayn o'qib bo'lsa bo'larkanda yosh bolaliklarga ayniqsa. 38 yoshdaman. Hech qanaqa qiyin bo'lmayapti. Chunki o'qiyman, harakat qilaman degan insonga hammasiga erishsa bo'ladi. Agar harakat qilsa. Inson o'zi harakat qilsa, bitta maqsad sari intilsa, albatta o'sha maqsadiga yetadi. Bir nimadan voz kechmasa ikkinchi narsaga yetish bo'lmaydi degan gap bor. O'rtog'imni ozgina sog'liklarida mazalari bo'lmadi, bemor bo'lib yotib qoldilar. Ham uyda ikkita bola bilan shu darsni turk tilini olib borishga harakat qilardim va B2 darajani oldim. Ora-orada mazam qo'shdi. Oilada to'g'risini sharoit bo'lmay qoldi, lekin shunda ham darslarga qatnashishga harakat qildim. Ishdan bo'sh vaqtlarimda o'zim shug'ullandim, darsga kirmasam-da o'zim ustimda ishlashni boshladim. O'g'lim shu vaqt operatsiya bo'ldi, больницада yotdi. Qulog'imda naushnik bo'ldi, to'g'risi naushnik orqali lug'atlarni yod oldim-da, to'g'risi. Dars tayyorlab o'tirganim doktor ko'rib qoluvdi aytgancha. Keyin shu 2 oldin borib dosмотр o'tsam so'radi, "Nagiza" dedi. "Sertifikat oldingmi?" deb so'radi. "Sertifikat oldim" desam, "Молодец, shu yotishingda ham sen" dedi, "xotinlar bilan" dedi, "yonida yotgan xotinlar bilan gap sotmasdan" dedi, "kitob o'qib yotishingdan o'zi ma'lum edi seni" deb qo'ydi. Qir berib, o'zing ustingda ishlasang, Alloh taolo bir nimani insonni sababchi qilar ekan. Misol uchun siz sababchi qildi-da. Kursimizni hech ham kamchiliklarini ayta olmayman. Hammasi joy-joyida, qulayliklar ajoyib. Men uchun tez va oson o'rganishning eng yaxshi usuli, eng yaxshi tanlov. Aha. Xo'p, yaxshi, Diyor opa. Ana endi turk tilini o'rganish fikri qayoqdan chiqdi sizda? Qayerdan kelib qoldi? O'zi turk tilini yaxshi ko'rardim, qiziqardim. Turk filmlarini ko'rgim kelardi, lekin ko'ra olmasdim. Keyin bir kun singlimdan eshitdim turk tilini o'rganayotganini. Menga ham taklif berdi, kirib o'rganishdi. Sizni taklif qildi, yaxshi o'qituvchi, tirishqoq, harakatchan. Qiziqdim. Men sizga murojaat qildim, rahbarga murojaat qildim. O'rganishni boshladim. Ajoyib darslar menga yoqadi. Qiyinchiliklari bo'lyapti. Yosh bolalar chet elda, misol qiyin baribir bilaman, hammaga ham o'rganish, lekin harakat odamni o'ziga bog'liq deb o'ylayman. Harakat qilish kerak deb o'ylayman. Yaxshi. Misol vaqtli turib dars qilaman ba'zida. Ba'zida bolalarning imtihon vaqtlari onamnikiga olib borib tashlab kelib, keyin imtihonlarga qatnashaman. Xullas, odam muvaffaqiyatga erishadi deb o'ylayman. Hammasi o'zimizni qo'limizda, o'qituvchini qo'lida ham. O'qituvchi ham harakatchan bo'lishi kerak, yetkazib bera olishi kerak o'quvchilarga. Nimanidir o'rganishimizni his qildira olish kerak. To'xtab qolmasligimiz kerak. Birinchi o'rinda faqat olg'a qadam tashlab yurish kerak. Shunday qilsak, harakat qilganga toli yor deydi-ku. Biz ham harakat qilib, misol tilmasak, qiynalsak ham tashlab qo'ymasak, Xudo ham bizga eng yaxshisini loyiq ko'radi. Shunday. Diyor opa, mana ikkita yosh bolangiz bor. Ikkita yosh bolangiz bor. Turmush o'rtog'ingiz bunga qanaqa qaradilar sizning turk tili o'rganishingizga? Yosh bolalar bilan. Boshida yaxshi, menga
menga yordam berdi. Endi ishiga ba'zida charchab keladi, yoqmaydi. Bolalarga qara, yana charchab kelyapman degan gaplari ham bo'ladi-yu, lekin qaraydilar, qarab yordam berib turadi. Ha, Mayli, bolalar uchun, kelajagimiz uchun deb yaxshi fikr bildiradi. ha, yaxshi. Endi xorijda bo'la turib, onlaynda yana qiyin bo'lmayaptimi? Qanaqa jihatlar bo'lyapti? Qanaqa holatlar bo'lyapti? O'zingizni fikrlaringizni ulashsangiz. Darslar yaxshi ketyapti, vaqtli bo'ladi, qiziqarli bo'ladi. Harakat qilaman tezroq ishlarimni tugatib, shu darslarimga ulgurishga, qatnashishga, iloji boricha qolib ketmaslikka. Qiyin bo'ladi, misol yosh bolalar bilan baribir qiyin dars qilish, lekin harakat qilyapman iloji boricha shu o'rganib, o'zim kutgan natijaga erishishga. Ha, demak, shunda savol tug'iladi. Ilm o'rganish uchun o'rin joyni ahamiyati yo'q, to'g'rimi? Siz xorijda bo'lsangiz ham til o'rganyapsiz. Xorijda to'g'ri, joyni aloqasi yo'q. Onlayn o'rganishchi, ya'ni offlayndan farqini sezdingizmi? Yoki onlaynni afzalliklarini sezdingizmi? Yo'q, onlayn menimcha yosh bolalar deb o'yladim. Borib kelib yurgandan, misol men offlayn darsga borishni ilojim yo'q, men bolalarimni tutolmayman. To'g'ri, onam bu yerda, lekin onamning o'zini ishi bor. Vaqti bo'ladimi, yo'qmi? Menga onlayn ko'proq ma'qul deb o'yladim. Chunki xohlagan vaqtim video darslikni ham ko'rib o'rganib olishim mumkin, audiolarni eshitib o'rganishim mumkin. Ish qilayotgan vaqtim ham men dars bilan shug'ullana olaman-da, lekin onlayn borsam yo'q, uni iloji bo'lmaydi. Men onlayn darsliklarni bolasi borlarga, o'shanaqalarga tavsiya qilaman. Yaxshi. Zo'r. Ayniqsa bunaqa qo'yningizda ikkita bola o'tirgandan keyin albatta tavsiya qilasizda, kursga borib kelishga qayerdan vaqt topasiz? Qayerdan vaqt, shunday. Safiya opa, turk tili aslida sizga nima uchun kerak? Turk tili magistraturaga kirish uchun, til o'rganish uchun kerak edi menga. Qaysi sohadasiz? Maktabgacha ta'lim sohasidaman. Shu yil o'zi bitirdim yozda o'qishni. Endi unaqa magistraturaga harakat qilyapman. Nechta bolangiz bor Safiya opa? 3 ta o'g'lim bor. 3 ta o'g'lingiz bor. Kattasi necha yosh? Kattasi 4 ga kiradi. Aha. Bular 2 yosh, egizaklaringiz. Bular 2 yosh, egizaklarim. 2 ni to'ldirdi. Mana Safiya opa, 4 yoshli o'g'lingiz, 2 yoshli ikkita egizagingiz bor ekan. 3 bola bilan turk tilini o'rganish qiyin bo'lmayaptimi? Yo, boshida qiyin bo'ldi, lekin hozir yaxshi. Уже ko'nikib ketdim. Bular bilan dars qilish ham mazza. Yaxshi. Onlayn o'rganish qiyin bo'lmayaptimi? Yo'q, yaxshi. Xo'p, fikrlaringiz qanaqa? Umumiy fikrlaringizni bo'lishsangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Fikrim, avvalida o'ylagandim onlayn darslari qiyin debda, ba'zida ulgurmasligim ham mumkin deb o'ylagandim. Boshida boshlaganimda rosti tashlamoqchi ham bo'ldim. Chunki bola bilan qiyin bo'ldi. Boshida qiyinroq bo'ldi, o'rganmagandim. Keyinroq bu nimaga ko'nikib, oxirigacha olib bordim. Xudo xohlasa olaman deb gapni. Xudo xohlasa, nasib qilsa. Yaxshi, Safiya opa, zo'r. Safiya opa, endi o'zingiz mana yosh bolalarga nima tavsiyalar berasiz? Yoki onlayn o'rganish qanaqa, qiyinmikin, osonmikin? Bu kabi o'yda yurganlarga, ikkilanib yurganlarga nima tavsiyalar berasiz? Onlayn o'qish foydalari juda ko'p ekan. Shuni bildim. Uyda o'tirib ham onlayn o'qib bo'larkanda yosh bolaliklarga ayniqsa tavsiyam onlayn o'qish juda yaxshi. Chunki yosh bolaliklar offlayn o'qishda ba'zida sharoitlari yetmay qoladi. Ya'ni
e, nima desam, bolalar borligi tufayli ko'chada borib 2 soat yoki 3 soat offlayn o'qib bilmaydida. Shu jihatdan onlayn kurslar juda yaxshi ekan. Shunga amin bo'ldimki, yosh bolaliklarga mana shu zo'r ekan, qulay tomoni. Yaxshi. Rozi opa necha yoshdasiz? 38 yoshdaman. Mana Rozi opa 38 yoshdasiz. Bu yoshda til o'rganish qiyin bo'lmayaptimi? Yo'q ustoz, hech qanaqa qiyin bo'lmayapti. Chunki o'qiyman, harakat qilaman degan insonga hammasiga erishsa bo'ladi, agar harakat qilsa. Yaxshi, judayam yaxshi. Zo'r. Xo'p, onlayn o'rganish qanday bo'lyapti? Onlayn o'rgansa, ya'ni turk tilini, boshqa tillarni ham o'zi umuman kursda onlayn o'qisa bo'larmikan? Ustoz, onlayn o'qishning afzalligi juda katta. Birinchidan vaqt tejaladi. Offlayn borib yurgandan ko'ra vaqt tejaladi. Ikkinchidan o'zida o'qish uchun, ta'lim olish ushlanishi uchun ham ko'p vaqti ajraladi. Vaqti faqat o'qish onlaynda. Bu bilan ko'proq ta'lim olishga, bilim o'rganishga vaqt bo'ladi. Yaxshi. Rahmat kattakon Rozi opa. Xo'p, Rozi opa, qaysi yo'nalishdasiz? Boshlang'ich ta'limda. Boshqa soha vakili bo'lsangiz ham xorijiy tillarni o'rganish qiyin bo'lmayaptimi? Yo'q ustoz, hech qanaqa qiyin bo'lmayapti, chunki menda istak bor. Agarda inson men o'rganaman, chet tilini o'rganaman deb xohish bo'lsa, o'rganish oson ekan. Qilsa 2 oyda ham, 3 oyda ham o'rganib chiqadi. Mana kursimizga qo'shildingiz, onlaynda o'rgandingiz, 3 oyga bormasdan sertifikatni ham oldingiz, to'g'rimi? Xo'p, qanaqa jarayon bo'ldi? Boshdan aytib bersangiz, o'zi nimalar bo'ldi? Jarayon qanaqa ketdi? Kurs davomida nimalar bo'ldi? Xo'p, kursimizda qanaqa foydalari bo'ldi sizga? Hammasini biz bilan baham ko'rsangiz. Kursga qo'shilishimda avvalo birinchi siz reklamangiz oldimdan chiqdi va ketma-ket 3 kun vebinar o'tkazdingiz. O'sha vebinarda men to'liq qatnashdim. Hattoki yo'lda edim, bitta kuni yo'lda bo'lsam ham shu kuzatdim shuni va bir qandaydir ixlosim tushdi. Keyin to'lov oxirgi kunida to'lovlar haqida nima berdingiz. Shunda lekin uyimizda nima deydi, mablag'imiz shu payti to'lash imkonimiz yo'q edi. Meni o'zimni ukam misol uchun shu kursga to'lov qilib berdi. Birinchi sabab ana bo'ldi, ukam bo'ldida. Keyin kursni boshlash kuni aytildi. To'g'risi xo'jayinimiz ruxsat bermay turdilar. Lekin shunda ham o'zimda ixlos bo'lgani uchun yashirincha to'g'risi boshladim. Kursni o'qishni boshladim. Ora-orada mazam qochdi. Oilada to'g'risi sharoit bo'lmay qoldi, lekin shunda ham darslarga qatnashishga harakat qildim. Ishdan bo'sh vaqtlarimda o'zim shug'ullandim, darsga kirmasam-da o'zim ustimda ishlashni boshladim. Birinchi darsni misol uchun bepul qilib berdingiz, yoqsa kirasizlar, yoqmasa kirmaysizlar deb. Menga lekin dars o'tish jarayoni yoqdi, to'g'risi. Bunday mukammal onlayn bo'lsa-da mukammal darsni to'g'risi birinchi marta ko'rishim. O'qisang, izlansang, o'zing ustingda ishlasang, natija bo'lishini aniq bildim. To'g'risi, sertifikat olaman deb o'ylamadim. Lekin izlagan imkon topar degan narsa haqiqat ekan. To'g'risi, yashirincha bo'lsam, ish paytida misol uchun nachalligimizdan yonimda qizlar biladi, guvohlar bor. Shular shunday bo'lsa ham baribir o'zing ustingda ishlasang, shunchali lug'atlarni audio holatda tashlab berdingizlar. Avtobusda yursangizlar ham, yo'lda yursangizlar ham, ovqat pishirganda yursangizlar ham eshitinglar shuni deb. To'g'risi, yurgan turgan joyimizda ham o'zi turk tili bo'lib qoldi-da. Hamma narsani xayoldan o'tkazasan, ko'rib turgan narsalaring, ishlab turgan narsalaring hammasini turk tilida nima qilar ekansan odam. Shu muhitga o'zingni moslashtirar ekansan-da.
E, lekin agar inson o'zini ustida mukammal ishlasa, Allohga tavakkal etib boshlash kerak ekan va natijasi bo'ladi ekan. Men shunga amin bo'ldim. Aha, rahmat kattakon Nargiz opa. Kursimizda foydalari siz uchun qaysi jihatlari bo'ldi? Qaysi jihatdan kursimiz foydali bo'ldi? Ya'ni boshqa kurslarda uchramaydi. Qanaqa ustunliklarini ko'rdingiz yoki siz uchun qaysi jihatlari qulay bo'ldi? Shularni ham to'xtalib o'tsangiz. Misol uchun aytyapsiz, men eslayman, siz aytgandingiz-ku, man kasalxonada yotdim. O'sha vaqtda faqatgina kitob daftarim yo'q edi, audio lug'atda yodladim degandingiz. Mana shuni batafsil aytib bersangiz, sizga qanaqa ustunli jihatlari bo'ldi, qanaqa foydalari bo'ldi? Birinchidan, gruppamizni, misol uchun o'zimizni auditoriyamiz faqat qizlardan iboratligi ustunlik berdi bizga deb o'ylayman. Chunki aniq bir misol bilan aytadigan bo'lsam, bu yerda bir kuni xo'jayinim ishdan kelib qoldilar. 8da darsimiz bo'lar edi-ku. O'zi kech keladilar. Yaxshi bo'ldi shu 8da dars o'tsa, u kelgunicha darsni o'tib olaman deb nima qilar edimda. Bir kuni kelib qoldi. Keyin hammamiz ko'rinib turamiz-ku ekranda. Keyin qaradilardan, dedi, erkaklar yo'qmi dedi. Birinchi bergan savol shu bo'ldi. O'zi ruxsat bermay turdi. Sen dedi, baribir aytganing qilib dedi, tayyorlanib boshlabsan-da dedi. Keyin dedi, sonday qilmang, quruq faqat qizlargina dedim. Qarasa shu 15 ta aktiv bo'lib hamma qatnashibdi. Keyin shundan keyin nima qildi? Indamay qo'ydi-da u menga. Faqat qizlar ekan. Ustozing qaysi deb so'radi. Sizni ko'rsatdim, shu ustozim ina dedim. Keyin birinchi ustunligi ana shu bo'ldi deb o'ylayman. Ikkinchidan, gruppa ochib, misol uchun aytganingizdek, har oddiy insonda har xil vaziyat bo'ladi ekan. O'g'lim shu vaqt operatsiya bo'ldi, больницада yotdik. Qulog'imda naushnik bo'ldi, to'g'risi. Naushnik orqali lug'atlarni yod oldim-da, to'g'risi. A1, A2larni полностью ana shu naushnik orqali yod oldim men, to'g'risini aytsam. Keyin yozilishlarga kelsak, keyin uni yozilish qanday bo'lishini uyga kelganimdan keyin shug'ullandim. Audio darslarni o'zi aytmasa ham bo'ladi. Audio darslarni qayta to'xtatib ko'rish imkoniyati. Video darslarni, misol uchun to'g'ri aytganingizdek, YouTube'da ko'rsa bo'ladi, lekin YouTube'da o'tib ketadi, topolmaysiz. Baribir boshqacha-da, unda o'zingda turgan narsa, saqlanib turgan narsa o'zingda boshqacha bo'ladi ekan. Ham desa, nima deydi? Sizni yani chehrangiz va ovozingiz odamga shunday ta'sir etib, nima deydi? Shu savolga javob izlagan paytda ustozni chehrasi, ustozni ovozi, значит, shu aytish toningiz imtihonda ham qo'l keldi-da. Men shuni aniq bildim. Agar javob qilganda ustoz shunday degan bo'lishi kerak edi. Ustoz xuddi siz gaplab turgandek tasavvur qildim demoqchiman. Bu narsa ham odamga yaqinlikni bir nimani berar ekanda. Endi men hozir fikrimni to'liq bayon etolmasligim mumkin, lekin meni fikrim shu. Tushundim, Nargiz opa. Nargiz opa bizani ko'pchilik kuzatadi, auditoriyamiz katta, bilasiz. Ko'pchilik ko'p narsani bahona qilishadi. Mana sizda o'g'lingiz больницаga tushib qolgan, o'zingizni sog'lig'ingizda muammo bo'lgan va ayni vaqtda siz kursni qaysi holatda o'rgandingiz? Mana shular haqida baham ko'rsangiz, ya'ni bu narsalarni aytib o'tsangizda qolganligi motivatsiya bo'lsinki, mana shu ayol mana shu holatda o'rganib sertifikat topdi. Man nimaga ololmayman, man nimaga harakat qila olmayman degan savol o'zida paydo bo'lsin. Shularni aytib o'tsangiz. To'g'ri, boshida ana shu o'g'lim kasallangan payti tashlab qo'ymoqchi ham bo'ldim. Orada to'xtatib tursammikan yo degan fikrlar ham o'tdi. Ish paytimizda komissiyalar keldi, misol uchun. Shu paytlari 2-3 dars oxirida qolib ketdim, lekin ana shu video darslar orqali baribir yetishib olasan ekanda. Yetishib oldim izlaringizdan. O'zim to'g'risi hozir 2 qatman. Shu boshida yomon o'tkazdim, undan keyin o'zim больницада yotib qoldim. Endi kechali 2 kun bo'ldi, merosmotrga o'tishga bordim. Shu yotgan joyimda lug'at yodlab, dars tayyorlab o'tirganim doktor ko'rib qoluvdi aytgancha. Keyin shu 2 kun oldin borib merosmotrga o'tsam, so'radi, "Nargiza" dedi, "sertifikat oldingmi?" deb so'radi. Sertifikat oldim desam, "Молодец, shu yotishingda ham sen" dedi, "xotinlar bilan" dedi, "yoningda yotgan xotinlar bilan gap sotmasdan" dedi, "kitob o'qib yotishingdan o'zi ma'lum edi seni" deb qo'ydi. Mana bu ham bir misol.
ishqilib anavda ishlasang, mehr bersang bir narsaga asosiysi. Mehr berib, o'zing ustingda ishlasang, Alloh taolo bir nimani insonni sababchi qilar ekan. Misol uchun siz sababchi qildida deb o'ylayman. Kattakon rahmat deyman. Sizga ham rahmat. Haqiqiy motivatsiya. Mana misol uchun boshida sizda mablag' yo'q edi. Shu ukangiz sizga sababchi qildi Alloh ukangizni. Keyin mana boshladingiz. Undan keyin mana shuncha o'zingizni sog'lig'ingizda muammo bo'lgan, o'g'lingizni sog'lig'ida muammo bo'lyapti. Siz shuncha ishda bo'lgansiz, oilangiz bor, yosh bolalaringiz bor, turmush o'rtog'ingiz bor va yana ikki qatsiz. Mana shu holatingizda yotib mana doktorlar shunaqa deganini aytyapsiz. Mana shu holatingizda sertifikat olish bu tahsinga sazovor rostdan ham. Bir ona bo'lsa mana shunaqa bo'ladi. Bundan ortiq bo'lmaydi. Juda ham hayron qolarli. Men bu narsani kurs tugagandan keyin bildim. Ungacha bilganim yo'q bo'lmasa. Menga ham sir bo'lgan bu. Endi bitta savol beraman Nargiza opa, oxirgi savolim. Ko'pchilik onlayn kurs bo'lmaydi deb aytadi. Ko'pchilik offlaynni tarafdori. Siz nima deb o'ylaysiz? Va siz uchun offlaynni qanaqa ustunli jihatlari bo'ldi? Birinchidan vaqtdan unumli foydalanish bo'lar ekan. Misol uchun offlayn o'qisang ko'p vaqting yo'lda ketib qolishi mumkin. Ikkinchidan davlat ishida ishlagan insonlar vaqti u nima tayyorlov vaqtiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Aynan men boshida shu offlayn tayyorlamoqchiman bo'lib ko'rganman, to'g'risi. Bir kun borib ham ko'rdim. Lekin ishim bilan uyim, keyin tayyorlov vaqti to'g'risi bir-biridan to'g'ri kelmadi. Va sizlar boshqa nimalardan farqi shu ekanki, har kun tayyorladingizlar-da, har kun deyarli. Misol uchun offlayn tayyorlasang haftada 3 kun tayyorlaydi. Lekin onlaynda biz har kun tayyorladik. Sizlarning jamoangizga qoyil qolmaslikning iloji yo'q. Shuncha shogirdlaringiz bor ekan, rahmat. Lekin hattoki sahar payti, ro'za paytlarini saharlikdan keyin konuşmalar qilgandan vobshe hayron qoldim. Lekin misol uchun men planovka bo'ladi ishda, ertalab 7:30da ishga kelamiz. Kelgunimcha eshitaman, hattoki yonimdagi bolalar ham qarab qo'yadi telefonimda, ovozini o'chirib qo'yaman, lekin men o'zim ovozimni o'chirib qo'yaman, lekin naushnikda ularning gapini eshitib turaman-da. Ertalab tong bilan ham shu shug'ullanganliklari, lekin tahsinga loyiq deb o'ylayman. Offlayndan onlaynni nimasi ustunligi bor ekan, to'g'risi. Shuning uchun xudo xohlasa natija bo'ldi-da. Natija bo'ldi, sertifikat oldingiz. Bu yog'iga ham boshqa o'quvchilarimiz ham olib olishadi. Bekorga 100% sertifikat deb nomlamagan biza. Harakat qilsa jibr olsa ham bo'ladi. To'g'rimi Nargiza opa? To'ppa-to'g'ri olsa bo'lar ekan, haqiqat ekan. Hali hattoki meni yonimdagi ishdagi naparniklarim ham yosh qizchalar bular hali. O'shalar aytadi-da, siz bizaga deydi, motivatsiya berasiz, kuch berasiz Nargiza opa. Shuncha yoshingiz bo'lsa, ne to'xtamaysiz, siz ikkita institutni bitirib turib ham yana harakat qilib turibsiz. O'zingiz tug'ish arafasida turibsiz, lekin to'xtamaysiz degan fikrlar ham aytdi qizlar, to'g'risi. Lekin bular ham endi meni ketimdan harakat qilyaptilar. Bizlar ham siz ketingizdan boramiz deb. Ko'ryapsizmi, siz kimlarga qanaqa sababchi bo'lyapsiz? Shunaqa. Xo'p, Nargiza opa, suhbat juda ham zo'r bo'ldi. Rahmat kattakon. Xudo xohlasa yaxshi motivatsiya bo'ladi boshqalar uchun ham. Magistratura, doktoranturaga kirganingizda ham sizni tabriklash nasib qilsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Hammani ko'nglida nima niyatlari, maqsad, murodlar bo'lsa, Alloh taologa ham ziyodasi bilan yetkazsin. Amin, shunaqa bo'lsin. Nargiza opa, rahmat kattakon. Vaqt ajratganingiz uchun, shu holatingizda videoni qarshisida turib berganingiz uchun rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Eson-omon farzandingizni qo'lingizga olib oling. Endi farzandingizni tili turkchada chiqadi. Aniq. Shunaqa bo'ladi. Sog' bo'ling Nargiza opa. Rahmat kattakon. Rahmat tilayman. Charchamang, sog' bo'ling, xo'p. Bizni boshlaymiz. Shohida opa, qisqacha o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Mani ismim Tilova Shohida Hasan qizi. 98-yil 15-oktyabrda tug'ilganman, Buxoro shahrida. Shu Buxoro davlat universitetini tugatganman. Oilaliman, 2 nafar farzandim bor.
Kattasi 5 yoshda, kichkinasi 2 yoshda. Aha, Shohida opa, yosh bolalar bilan turk tilini o'rganish qiyin bo'lmadimi? Yosh bolalar bilan turk tilini o'rganish qiyin bo'ldi, lekin odamni o'zida ishtiyoq, intilish bo'lsa, hamma narsa qilsa bo'ladi. Ustozimiz, mana siz shaxsan o'zingiz juda talabchan insonsiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan, Lobar ustozdan va boshqa ustozlardan. Juda talabchan ustozsiz. Boringizga shukur ustoz. Mana shu darajaga yetkazishingizga sababchi siz, Lobar ustoz, hammangiz. Aha, rahmat kattakon. Shohida opa, bilasiz, mana til o'rganish jarayonida ko'plab qiyinchiliklarga duch keladi odam. Sizda qanaqadir qiyinchiliklar bo'ldimi? Albatta, har bitta insonni mehnat shu darajaga yetishiga albatta qiyinchiliklar bo'ladi. Bir nimadan voz kechmasa, ikkinchi narsaga yetish bo'lmaydi degan gap bor. Odam rohatidan, huzur halovatidan voz kechish kerak. Bu o'rinda undan tashqari mani hayotimda, bu shaxsiy hayotimda ham turmush o'rtog'imni ozgina sog'liklarida mazalari bo'lmadi, bemor bo'lib yotib qoldilar. Shu sababdan bu har kuni bu shifoxonaga man borib kelardim ko'rishga, ham uyda ikkita bola bilan shu darsni, turk tilini olib borishga harakat qilardim. Bu o'rinda qaynonam, umrlari uzoq bo'lsin, onajonim yordam berdilar. Bu kelib bir hafta 10 kun yurib bolalarimga qarashga yordam berdilar bu o'rinda. Shu vaqtda siz turk tilini ham o'rgandingiz. Ham turmush o'rtog'ingizga qildingiz, ham yosh bola va qaynonangiz, oyijoningiz kelib sizga yordam berdilar. Ha, shunaqa. Yaxshi. Shohida opa, qancha vaqtda sertifikatni olib oldik va qaysi darajadagi sertifikatni oldik? Man 3 oyga ham bormaganda 2,5 oy shug'ullandim desam bo'ladi. Bu 2,5 oyni ham oxirgi oyligini judayam tez muddatlarda o'qib o'rganishga harakat qildim. Chunki boshida aytib o'tganimdek, yuqorida turmush o'rtog'imni ozgina masalari bo'lmadi. Shu ahvollari yomonlashdi. Tezlik bilan o'rganishga harakat qildimda shu tilni va B2 darajani oldim. Judayam yaxshi. Zo'r. Xo'p, Shohida opa, eng oxirgi savollarimdan bittasi. Onlayn o'rgansa bo'ladimi? Ko'pchilikda onlayn o'rgansa bo'lmaydi yoki onlayn o'rganish qiyin degan savol bor. Sizda qanaqa? Qanaqa bo'ldi bu jarayon? Ha. Man bu kursni onlayn olsa bo'ladi. Albatta, shaxsan o'zim bu kursni onlayn oldim. Birinchi navbatda bu darsga nisbatan mas'uliyat bo'lishi kerak. Bu ikkinchi navbatda esa bu ustozga nisbatan hurmat bo'lishi kerak. Onlaynmi, offlaynmi farqi yo'q. Bu ustoz, bu otangdek ulug' degan gap bor. Har doim mas'uliyatni sezib, qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar darsga kirishi kerak inson. Chunki hammani vaqti o'zi uchun qadrli, xususan siz uchun, men uchun ham bu narsa qadrli. Bu o'zimiz uchun kerak. Bizdan ko'p o'zingiz harakat qildingiz. Bu bizni sertifikatli bo'lishimizga ustoz. Sizga kattakon rahmat bu o'rinda. Sizga ham rahmat kattakon Shohida opa. Yaxshi, Shohida opa, zo'r bo'ldi. Ketayotganimda iqtisodiyot universitetida bo'ldik-ku, narxozda nimamiz, imtihonimiz. Bitta ayol bilan ketdim. Endi u ham oilali ekan. Qo'llarim, oyoqlarim qaltirab kiryapman imtihonga. Bilmayman-da, juda katta joy ekan u zdaniyada. Kirib ketyapman, qayerda ekan deb. Ha, siz ham turk tilimi dedi. Men aytdim, ha dedim, men ham turk tilidan ketyapman. Keyin qaysi ustozda tayyorlangansiz dedi. Keyin onlayn bu Irodaxo'jani Uzturk jamoasida tayyorlanganman dedim. Keyin ha bo'ladimi? Hay, men offlayn tayyorlanganman. Onlayn bo'ladimi o'zi dedi. Nimaga bo'lmaskan dedim. Bo'ladi, har bitta insonni o'zida bo'lishi kerak, shu ishtiyoq bo'lishi kerak. Xohish bo'lsa ustoz har bir narsa qilsa bo'ladi-da. Shunaqa. Men dedi, Mehrimax Jamal bor-ku, Instagramda ham chiqadi. O'shanda tayyorlangan ekanda. Bizdan ustoz zo'r dedi. Ha, ko'ramiz-da dedim. Oxirida dedim, atvetlari chiqsa dedim, men sizga o'zim nima qilaman, telefon qilaman. Qani kimniki zo'rligini o'shanda ko'ramiz dedim. Qildingizmi telefon? Telefon qildim, tushib bilmadim-da, o'chirilgan dedi-da. Men ataylab nomerini oldim-da o'zi.
man aytdim nomeringizni menga bering opa dedim, man sizga telefon qilaman dedim, ответ chiqqandan keyin dedim sizga dedim. Xohlasangiz telegramingizni bering dedim, o'sha payt ko'rsatamiz keyin sizga dedim qanchalik ko'p sertifikat olganimizni dedim. Mayli, kimgadir ko'rsatishmas. Pokiza, sizda test imtihonining ham, sefr imtihonining ham B2 sertifikatlari mavjud, to'g'ri-ya? Ha, to'g'ri. Ikkalasi ham bor. Bu natijaga erishish uchun qancha vaqt ketdi sizda? Bu natijaga erishish uchun 3 oy davomida turk tili bilan shug'ullandim hamda sertifikat qozondim. Siz yosh bolalisiz, to'g'rimi? Nechta farzandingiz bor? To'g'ri, hozirda ikkita farzandli bo'ldim. Ikkita farzand bilan turk tilini o'rganish qay darajada bo'ldi? Ya'ni qiyin bo'lmadimi? Albatta o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ldi. Yosh bola bilan darsga kirgan vaqtda yig'lab qoladi. Albatta o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ldi. Dars jarayoni o'zim tayyorlagan paytimda qiyinchiliklari bo'ldi, lekin buni uddalay oldim. Uddalaganingiz uchun ham bek olgansizda. Xo'p, onlaynda o'rgangansiz, to'g'rimi? Onlaynda o'rganib, onlaynda 3 oy ichida B2 sertifikat ola oldingiz. Ikkita imtihondan ham, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Endi 3 oy ichida shug'ullandik. 3 oy ichida. Onlaynda o'rganish qay darajada ekan? Onlaynda o'rganish ham, offlayn o'rganish ham o'ziga yarasha zavqli desam bo'laveradi. Dars jarayonlari onlayn o'rgangan vaqtda ham insonni o'ziga bog'liq ekan. Darsda qanday olishi, inson o'zi o'rganaman deb qattiq niyat qilib anaqa qilsa, albatta qozonishi mumkin. Yaxshi. Pokiza, mana siz yosh bola bilan onlaynda, ayniqsa kechki vaqtda turk tilini o'rgandingiz, to'g'rimi? Turmush o'rtog'ingiz bunga qanaqa qaradilar? Ishdan keladilar, charchab keladilar. Kelgan vaqtlar siz darsda bo'lasiz, yosh bolaga qara olmaysiz. Unga qanaqa qaradilar? Qanaqa munosabat bo'ldi? Xo'jayinim uncha anaqa qilmadi, o'zlari ham qo'llab-quvvatladi. Chunki magistraturga o'qishga kirishimga ruxsat bergan edi. Shuning uchun birgalashib oilaviy harakat qildik turk tilidan sertifikat qozonishga. Juda ham yaxshi, rahmat kattakon. Zo'r. Qarang, Lobar, shunda siz turk tilini 2-kursdan boshlab o'rgangan bo'lasiz-a? 2022-yil bo'ladigan bo'lsa? 2-kursda. O'zingiz bilan boshladik fevral oyida. Shundan beri kelyapmiz. Qarang, endi savol tug'iladi. 2-kursda boshlagan bo'lsangiz, 2-kursda sertifikat oladigan bo'lsangiz, 3-4-kursda u qo'yib qoladi, magistraturaga ulgurmaysiz. Nima uchun 2-kursdan boshlab turk tilini o'rganishni boshladingiz? Turk tilida har xil sabablar bo'ldi. Ya'ni o'zim juda qiziqdim. Keyin esa turk madaniyatiga, ularni xalqiga qiziqdim va biz aynan shu soham o'zi filologiya fakulteti bo'lganligi uchun mana shunda bizni tilimizga ancha yaqinligi uchun ham, keyin juda ham bilsangiz, eshitganimizda juda ham so'zlari ham chiroyli, ya'ni ular juda ham hissiyotga boy insonlar bo'lganligi uchun aynan shu narsani tillariga singdira olishgan. Shuning uchun ham o'rganishni boshladim. Shu vaqtgacha, hozirgacha o'rganib kelaman, ya'ni bilmagan narsalarimni qayta-qayta o'rganaman. Ya'ni o'zim his qilaman, u til bilan, ularni madaniyati bilan birgalikda yashashni his qilib kelmoqdaman. Juda ham yaxshi. Mana hozir siz 2-kursdan boshlab turk tilini o'rgandingiz, 3-kursda sertifikatli bo'lib oldingiz. Keyin bo'lsa o'sha sertifikatni olganingizdan boshlab menga yordam berdingiz, qo'llab-quvvatladingiz, yonimizda turdingiz. Ana endi mana markaz bilan birgalikda ishlayapsiz. O'qituvchilik faoliyatingiz haqida gapirsangiz, o'qituvchilik faoliyatingizda qanaqa bo'lyapti? Sizda qanaqa jarayonlar ketyapti? Qanday, yaxshimikan? O'rganish qanaqa bo'lar ekan? O'rgatish qanaqa bo'lar ekan? Bu haqida fikrlaringizni aytsangiz. Bunda
O'rganishda unchalik ko'p mas'uliyat bo'lmaskan, ya'ni ustoz to'g'ri yo'nalish bersa o'rganib ketarkansiz. Lekin bir insonga o'rgatish juda katta sabrni talab qilar ekan. Ya'ni har xil o'quvchi bor, ba'zilar tez tushunib oladi, ba'zilar sekinroq tushunadi, ba'zilarga qayta tushuntirishimizga to'g'ri keladi. Men fikrim, ya'ni o'qituvchilikda katta sabr kerak, o'quvchilarga to'g'ri yo'nalish bera olish kerak. Men shu darsga kirganimda yordamchi o'qituvchi bo'lsam ham chetga tashlab qo'ymayman. Ya'ni bir narsani ularga to'g'ri tushuntiray deyman. O'zim kitobni qayta varaqlayman. Shuni gaplarim to'g'ri chiqyaptimi? Chunki o'quvchilarga bitta insonni kelajagi haqida gap ketyapti. Ya'ni ular sertifikat olish orqali o'zini kelajagiga yana bir katta qadam tashlaydi. Ana shunda to'g'ri yo'nalish bera olish kerak ularga o'qituvchi sifatida. Ya'ni yordamchi o'qituvchi bo'lsa ham o'z inson mas'uliyatni his qilishi kerak. Ya'ni shuncha inson unga qarab turibdi, shuncha inson shuni o'rganyapti, ya'ni uni to'g'ri yo'nalish bera olish kerak unga. Hop, Zarniyar, qisqacha o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Men G'ulomjonova Zarnigor Mirzohid qizi. Hozirda maktab o'quvchisi, 11 sinf o'quvchisi, 18 yoshdaman. Samarqand viloyati Narpay tumani Xo'jaobod mahallasida yashayman. Maktab o'quvchisi bo'la turib turk tilini o'rganyapsiz. Bunga nima sabab bo'ldi? Sizga nima uchun kerak o'zi turk tili? Va bizani onlayn kursimizga yozilgansiz, mana kursimizni tugatdingiz ham, imtihonlarga kirib chiqdingiz. Bu aynan turk tilini tanlashingizga sabab yoki onlayn ta'limni tanlashingizga sabab, umumiy kurslar haqida ma'lumot bersangiz, kursimizning qanaqa ustunligi bo'ldi siz uchun, qanaqa afzalliklari bo'ldi, bular haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Avvalambor menga turk tili bakalavriat uchun kerak bo'ldi. Turk tilida oldin ham meni qiziqishim bo'lgan. Faqatgina men birinchi ingliz tilini tanlagan edim. Ingliz tiliga kurslarga qatnadim. Fundamentim yaxshi bo'lmaganligi uchun ham olishim qiyin bo'lganligi uchun ingliz tili. Keyin vaqtim kam qoldi. Bu sababli ham men turk tilini tanlashga majbur bo'ldim. Men o'zi planlarim bor edi. Ingliz tili o'qishga kirib bo'lgandan keyin vaqtim bemalol bo'lgan paytlari qiziqishim tufayli turk tilini keyin ham o'rganib qo'ymoqchi edim. Keyin qarasam, o'zi bakalavriat uchun imtihonni 100% sertifikat ochilgan, qabul qilingan, qarorlar chiqdi. Buni ko'rgandan keyin osonligi uchun ham turk tilini tanlaganman, tez va osonligi uchun. Keyin bu O'zturk kursini tanlashimdan maqsadim, men o'zi bu O'zturk haqida ma'lumotlarim yo'q edi. Meni ona tili o'qituvchim tavsiya qildi. Instagramdan ko'rib, anchadan beri ancha vaqt kuzatibdi O'zturk markazini, qanday afzalliklar borligini kuzatib, men o'qituvchilar yurganligimiz yaxshi va tez o'rganishimligim O'zturk tanladim. Tanlaganimdan hech ham afsuslanmadim shu paytgacha. O'zi birinchi darsimdanoq tanlaganimga nima uchun tanlaganligimni, afzalligini bildim. Birinchi marta dars o'tishdi, ustozim o'tdi, ozroq motivatsiya berdi, guruh haqida, qanday afzalliklari haqida hammasini tushuntirdi. Men afsuslanmadim. Markazning afzalliklari bir qancha. Men bu markazning, bizning kursimizni hech ham kamchiliklarini ayta olmayman. Hammasi joy-joyida, qulayliklar ajoyib. Men uchun tez va oson o'rganishning eng yaxshi usuli, eng yaxshi tanlov bo'ladi. Zarnigor, mana ko'pchilik bilasiz, yoshi katta, magistratura uchun o'rganyapti. Siz lekin bakalavr uchun o'rganyapsiz. Bu jarayonda qiyin bo'lmaydimi tilni o'rganishingiz? Men uchun qiyin bo'lmadi. Qaytamgi afzalligi, kuni bo'yi masalan darsda bo'laman, maktabda bo'laman. Maktabdan kelib uyda ishlar ham bor. Kechqurun o'tishimizning afzal tarafi, kecha o'tishimiz vaqt ham tejaydi. Masalan, onlaynligi, eng afzalligi onlaynligi bo'ldi. Masalan, yo'l uchun vaqtimiz ketmaydi, borib kelish. Masalan, har xil kurs uzoqliklari bo'ladi, yo'l kira masalalari bo'ladi.
qulayligi, onlaynligi judayam qulay. Men uchun qiyin bo'lmadi. Chunki kuni bo'yi o'sha darsda bo'laman, boshqa qilaman. Darslarimni ham kuni bo'yi dars bajarishga qulaylik bo'ldi. Kechqurun dars o'tamiz, dars tugaydi, uxlaymiz, kuni bo'yi dars qilamiz, vazifalarimizni bajaramiz. Oson Qancha bo'ldi, vaqtda qiyin kursni emas. tugatdingiz? 3 oy. Fevral 24-fevral adashmasam boshlagandik. Fevralda oxiri edi. Mart, aprel 3 oy. Xudo xohlasa bu yog'iga ham omad tilayman. Alloh o'sha magistraturadan oldin sizga bakalavr uchun kerak edi. Bakalavr bosqichida ham 100% natijani bersin va bakalavrni qozonish, undan keyin magistratura, doktoranturaga o'tish nasib qilsin. Rahmat kattakon Zarnigor, yaxshi suhbat bo'ldi. Baraka toping. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat kattakon. Sabina opa, sizga turk tili nima uchun kerak edi? Turk tilini magistratura uchun o'qidim. Magistraturaga topshirdim. 2023-yilda turkcha yetarlilik sinoviga topshirib, B2 sertifikatini qo'lga kiritdim. 55 ball bilan. Albatta bu sertifikatga qattiq tayyorlandik va mana shu natijasida topshirdim. Mana hozir magistraturada 2 bosqich talabasiman. Hozirda o'qiyapman. Turk tili sertifikati magistraturaga o'tadi, o'tmaydi emas. Albatta B2, C1 qancha yuqorisini olsa shuncha yaxshi. Magistraturaga ham, doktoranturaga ham o'tadi. Xudo xohlasa yana davom ettirmoqchiman va doktoranturaga ham topshirish niyatim bor va yana boshlamoqchiman turk tilini. Endi C1 sertifikatini olib, Xudo xohlasa doktoranturaga kirish niyatim bor. Inson o'zi harakat qilsa, bitta maqsad sari intilsa, albatta o'sha maqsadiga yetadi. Biza ham rosa ham ko'p harakat qilganmiz. Albatta mana shu yo'l sari harakat qilib, mana hozir magistraturada 2 bosqich talabasiman. Hatto magistraturaim ham tugaydi. Tugatyapman ham, Xudo xohlasa. Yaxshi, rahmat kattakon. Xo'p. Turk tili siz umumiy holatda savol beraman endi. Turk tili o'zi sizga nima berdi? Nimalar oldingiz o'rganib? Boshida juda ham qattiq faqat magistratura uchun deb harakat qilganman. Rostda haqiqatda magistratura uchun bo'lgan, lekin turk olamiga, turk dunyosiga kirish insonga juda ham ko'p narsa berar ekan. Masalan, kino ko'rish davomida yoki qisqa videolarni ko'rish davomida yoki oddiy bir listeningni oladigan bo'lsak ham, dinlama deyiladi. Dinlama yoki konuşma insonlar bilan bemalol muloqot qilishga yordam beradi yoki yozma. Ya'ni yozmada inson bitta mavzuni oladi va shu mavzu bo'yicha bor fikrlarni bildiradi. Turklarni dunyoqarashiga ozroq bo'lsa ham kirib boradi. Ya'ni turk tili nima berdi menga? Boshqa bir olamdagi insonlarni, ya'ni chetdagi insonlarni dunyoqarashiga kirib borish, ularni madaniyatini o'rganish, urf-odatlarini o'rganish, ular bilan so'zlasha olish, chetga chiqa olish, juda ham ko'p shunaqa imkoniyatlarni turk tili ochadi. Nafaqat turk tili, boshqa chet tillari ham xuddi shunaqa. Lekin shu qisqa fursatda o'rganib, turk tili faqatgina magistratura bosqichiga kirish uchun emas, balki sizni butun bir olamingizni o'zgartirish uchun ham eng kerakli tillardan hisoblanadi. Zo'r. Rahmat kattakon Sabina opa.